وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun hadis ko'rsatmalari darsimizning 99-darsini o'qiymiz. Darsimizning mavzusi insonning yaratilish bosqichlari degan haqda bo'ladi. Bu vaqtda biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ikki hadisni ko'rib o'tamiz. A'udhu billahi minash-shaytonir-rojim. Bismillahir-rahmanir-rahim. An Abdullah ibn Mas'ud قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وعجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhudan rivayet kılındı ki Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu undaq degan bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis so'zlab berdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'zida rostchil va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam rost so'zlanguchi zot. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deydi-ki, sizlarning biringlarning yaratilishi onasining qusuqida 40 kun jug'lab to'xtilib qo'yiladi. Ondan o 40 gün to'xtilib qo'ygandan keyin ayni 40 gün muddatda o bir uyul qonga holatga keladi. Uningdan keyin yana shunda 40 kunning o'qishida o bir chaynam go'sh holatiga keladi. 120 kun tamam bo'lganda ondan Alloh subhanahu va taolo bir firishtani avatadiki, o firishta 4 ishni yazışqa buyuruldu. O firishtin deyildi ki sen o bendenin qiladigan ishlarini yazgın, hayatida qilgan amallarını yaz, onun rizqini, yeydigan rizqining qanchalikligini, alayda paravan rizq bilan yashaydigan yoki oddiy turmush bilan yashaydigan degandek rizqini yazgın. Va ajala va uning umrini yaz. Qanchalik ömür turishini yazgın. Va huwa shaqiyyun aw sa'idun. O Allohga asilik qilguchimi yoki Allohga itoat qilguchi bo'lamdi, buni yazgın. Deyiladi. Ondan bu onaning qusuqidagi balaga bu mush ishlar yozilib bo'lgandan keyin ruh büyüdülüdü. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, sizlardan bir odam albatta amel qildi, hatta şu qilgan amelni davomlashtirib, uning bilan jannat o'ttirusida bir gaz qag'ucha jannat ahlining amelini qildi. Yani jannatga hayoti oxirlashganda az qolgan muddat jannat ahlining amelini qildi da fayasbiqu alayhi kitabuhu. Ondan uning kitobi g'olib keldi. Da u dozaq ahlining amelini qiladi. Ve sizlarning biringlar amal qiladi, hatta uning bilan dozaqning o'ttirusida bir gaz qolgan qadar ashundaq amalni davomlashtirib, dozaq ahlining amalini davomlashtirib, ondan uningga kitob ilgiri bo'ladi, an o jannat ahlining amalini amal qiladi. Endi Alloh subhanahu va taolo
mahlukatlarının barlık takdirlerini, kılıdığan iş faaliyetlerini, yaşaydıgan ömürlerini, yiydigan rızıklarını, onun bir Müslüman bulup yaşaş, yağı kafir aletde dünyadan ötüşten ibaret barlık miqdar takdir işlerini, barlık işlerini levhul mahfuzga yazıp boğan. Demek insanın barlık kılgan iş faaliyetleri hemmisi Allah'ın ilmi azlisi boyunca Allah'ın takdir kılıp bekitmesi boyunca şunun muvafık uygun halette reallıkka çıkıdı. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki türelme anısının kuzguda yetiliş ceryanında 4 basqıçını besip ötüdüğanlığını Peygamber Aleyhisselam bizge haber veriyordu. Birinci basqıçta türelme yine bala, birinci basqıçta bu 40 günlük müddet anının tuxumu bilen orlışıp boğan dinkin, çanlaştırılıp boğan dinkin balı yatquda tuxumları, anının tuxumları toxtup kuyulup meni halette 40 gün mevcut olup durdu. Ana bunu bu çağda Allah'ın izni bilen hamildar haletke keledi. İkinci basqıçta bu yine 40 günlük müddet bu ikinci basqıçta bu türelme baliyatqıga çaplaşkan bir uyulkan haltiga özgürdü. Üçüncü basqıçta bu türelme bir çeynem göç haltiga özgürdü. Yani bu basqıç mı 40 günden buldu. Demek bu 3 basqıçta cemi 40 günden 120 gün tamam boğan çağda yine balı bir çeynem göç haletke keledi. 4. basqıçta andın bu insanın türelme şekillenişke, süratke kirgizilişke başlaydı. Mana bu çağda tuluk 4 ay tamam boğan buludu. Bu 4 ay tamam boğan çağda Allah subhanahu wa ta'ala bu anının kusuqidagi törelmege muakkel boğan yine anının rahmiske mas'ul qilingan bir firiştini öğütüdü. Bu firişte şu türelminin ömürde bütün hayatıda kılıdığan işlerini yazıdı. Yani o ya yaxşılıktan kıldığan işlerini yaxşı bir dünyadan yaxşı adam bulup ötüdüğün ya dünyada en naçar adam bulup ötüdüğün haletten ibaret onunki bu dünyada kılgan işlerini yazıdı. Onun rızkını yazıdı, onun ecilini kançılık ömür kürdüğünü yazıdı. Onun ömrünün kandak ahirleşidiğanlığını hem yazıdı. O eğer şakavet yine muşundak baxitsiz yine Allah'a asi butkan kişilerden bolsa onun hayatının muşundak şaqi halette kafirlarning emilini kılgan halette ahirleşidiğanlığını yazıdı. Eğer o saadet ehlinden butkan adam bolsa dünyada yine Allah'a itaatmenlik kılıp Allah'a boysunup yaşaydigan bir adamның qatarından bolgan bolsa onun ahirdeki hayatının ahirinin yani bir cennet ehlinin emilini kılış bilen yaxşı işler bilen hayatının tamam bulduğanlığını yazıp çıkıdı. Demek muşunu bala anının kusqıçadı bu Allah'acan yazılıp buludu. Şu insan dünyaya kelgenden keyin onun kılgan barlık emelleri bunu muş çağda yazılğını büyüyce şunun muvafık halette rüyapqa çıkıdı. Mesela bir adam cennet ehlinin emelini emel kılıdı. Yani muşunda mama emelli kılgan adam cennetke kirdi. Mesela namaz okuş cennet ehlinin emeli, roza tutuş cennet ehlinin emeli, zakat veriş cennet ehlinin emeli, hac qilish cennet ehlinin emeli, başkalarının hakkını yavamaslık cennet ehlinin emeli, zulümge karşı turuş cennet ehlinin emeli, mazlumga yardım veriş cennet ehlinin emeli degandek yani hayatta bir adam cennet ehlinin emelini emel kılıp ahirde o adam bilen yani cennetning arlıqıda bir gez qalğanda yani o ad bir gez qalğan deganimiz dünyada ömür ahirlaşqıla qopqan çağda o adamga
malaika onun anısının qusuqida uni agar baxtsiz deb yozgan bo'lsa, shaqiy o'tgan odam buning hayotining umri shaqiylik bilan o'tadi. Buning hayotining umri yine Allohga asi bo'lish bilan tamom bo'ladi deb anda anısının qusuqi shunda yozgan bo'lsa, o shu malaika yozgan shu ahvol uningda sodir bo'ladi. Uningda shu ish sodir bo'lib, shuning bilan uning hayoti shaqobat bilan, ya'ni kufrlik holatida tamom bo'ladi. Yana bir odam hayotida butun hayoti bo'yicha dovzax ahlining amalini qiladi. Ya'ni ko'rinishda dovzax ahlining amali hisoblangan amallarni qiladi. Qalisi namoz o'qimagandek bir holat shakllanadi, zakat bermagandek shakllanadi, nurg'un zulmlarga yordam bergandek, adolatsizlik qilgandek, nahaq ishlarni elib berayotgan bir holatda ko'radi bu odam. Mushundaq dovzax ahlining amallarini qiladi. Bu odam dovzaxga intan yaqinlashganda, ya'ni umri tuguli qopgan chaqda bu odamga onasining qusuqida bu odam saodat ahlidan, jannat ahlidan deb yozilgan odam bo'lsa, bu odamda oxirida mana bu jannat ahlining amallari bu odamda sodir bo'ladi. Shuning bilan bu odam jannat ahlining amalini amal qilib jannatga kiradi. Endi bu hadisdagi bu mazkur hadisni biz Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radhiyallohu anhuning Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda rivoyat qilingan bir hadisi buni taxmin sharhlab beradi. Yani biz bu yerda ko'rdik hozir bir odam ömür bo'yi yoki noyat yaxshini qilib hayotining oxiri jannat ahlining dovzax ahlining amalini qilish orqali dovzaxga o'tganligi. Bir odam hayoti bo'yi eski amallarni qilib ömrünün oxirida yaxshi amallarni qilib, yine bu jannat ahli o'tganligi to'g'risida bu hadisni ko'rdik. Mana bu endi bu hadisni taxmin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida yuz bergan bir vaqalik bilan tushunganimizda Sahl ibn Sa'd as-Sa'di radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi ki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xaybar urushida mushriklar bilan urushib, ya'ni urush qilib, shu chaqda urushga qatnashgan bir ahvol yuz bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kunlik urush tamom bo'lgan chaqda o'zining gazarmisiga, ya'ni o'zining bazasiga qaytgan. Başka Müslümanlarma hemmisi özünün bazısına, yani özü keşlikte aramatkan, şundak bazısına qaytkan. Endi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabelerinin içinde Kuzman isimli bir adam bulup, bu adam bu günlük urushda zade bir toptan ayrılıp qalğan bir düşmanni yoki yalğız harakat qilayotgan bir düşmanni quyab qo'ymagan ashundaq bir düşman uchrasa, lekin uni izlab, uni iz qo'g'lab, uni urib o'ldirgan. Sahl ibn Sa'd as-Sa'di deydi-ki, sahabe ikramlar degan bugun bizdan shu palani, ya'ni Quzman bizga alayda bir kifoya qilgandek hech kim kifoya qilib boqmadi. Yine bugun Quzman urush qilgandek hech kim bizdan bugun unda urush qilib boqmadi deganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deganki, diqqat qilinglar. U odam dovzax ahlidan bo'lgan odam o'sil deyotgan odam, sizlar madihlayotgan, hatto bir jannatga deyotgan, tas qilayotgan hozir sizlar alayda madihlayotgan bu odam dovzax ahlidan bo'lgan bir odam bu deganda qavm ishidan bir odam o'rnidan turgan. Demak bu ahvol sahabe ikramlarga nahayat ig'ir kelgan. Bu qanday gap? Shuncha urushlarni qilmasdi Rasululloh bu odamni ahli nar dedi, dovzax ahlidan dedi degan. Shuning bilan qavm ishidan bir odam qilib deyki, ana sahibu, men uningga hamroh bo'laman. Men uni cho'qim kuzataman deganda u odam shuning bilan ahli Rasululloh dovzax ahlidan degan odam bilan birga chiqqan. U odam o'ltirgan, mangsimangan, yugurgan, davomli bir aytisi bir kunlik urushni shuning bilan qilgan. Shu kun ichida urush qilish jarayonida bu Quzman degan odam, oldin kunlikdan oyat qattiq urush qilgan odam, Rasululloh u dovzax ahlidan deb xabar bergan odam o ig'ir yaralangan. Ig'ir yaralanganlikdan jarohat og'riqiga
berdaşlık bilenmey, ağırlıkla berdaşlık bilenmey, yüzünü öldürülüş hareketini edip bağın. Yani o kılıçının destisini ya dokuyor, bisini özünün köksüge deyip, yüzünü kılıçının üstüge taştıgan. Şunun bilen bu yüzü öldürüvagan. Endi şu adamni davamlı kuzutib kelgan, shularni billa harakat qilgan odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib deganki, "Ashhadu annaka Rasululloh." Men sening Allohning elchisi ekanligingga yana bir qatim guvohlik aytaman deganda Rasululloh "Va mazak." Nim bo'ldi sana? Nim bo'lib, nima ish qilsan bir shahodat aytgan bo'lib qolding deganda o adam deganki, "Ya Rasululloh, sen abayatdin, sen uning o davzoq ahlidan deb so'zlagan hiliqi odam. Bu odamni shu davzoq ahlidan degan chog'ingda bu gap kishilar buni ig'ir sanab ketgan. Shu odam bo'lsa o'zini o'ldirib oldi. Men uni izlab davomli uni kuzatib chiqqan edim. O ig'ir yaralandi. Shuning bilan shunda qilich bilan o'zini o'ldirib oldi ya Rasululloh. Deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu chog'da bundoq degan. Bir odam davzoq hayotda jannat ahlining amalini qiladi, fima yabdu linnas, insonlarning ko'rinishida, insonlarning ko'z qarashida, voy madam jannat ahlining amalini qilyotdi deb, fima yabdu linnas, insonlarga ko'rinishda jannat ahlining amalini qiladi. Ve halbuki o adam davzoq ahlidan ahirda hayatını davzoq ahlinin emellerden emel qilish bilan hayatını tamamlaydı. Bir adam kishilarga ko'rinishda, kishilarga oshkor bo'lish jihatda davzoq ahlining amalini qiladi. Davzoq ahlining amalini qiladi va halbuki jannat ahlidan. Kishilar uni voy bu odam anda davzoqi bo'ti, bunda davzoqi bo'ti deydi, ammo bu odam hayotini oxiri jannat ahlining amalini qilish bilan hayotini oxirlashtirdi. Nurg'un odamlar ko'rinishda jannat ahlining amalini qilgandek qiladi, nurg'un odamlar ko'rinishda davzoq ahlining amalini qilgandek qiladi, lekin hayotining oxirida bu hayatının ahirini cennet ahlinin emeliyle ahirlaştırdıgan ömrünü cehennem ahlinin emeliyle ötküzüp hayatının ahirini cennet ahlinin emeliyle ahirlaştırdıgan adamlar. Bütün hayatını eski işlerle Müşunda ötküzüp hayatını ahirini yaxşı işlerle tamamlaydıgan. Ya ki hayatını bütün yaxşı işlerle ötküzüp hayatın ahirini küfürlük emelleri olan, yani cehennemge kirdiğen, şu işini kılgan adam cehennem kirdiğen bir iş ile hayatını tamamlaydıgan bundak adamlar buludu. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yeni şu insanın yaratılış basqıçları hakkında sözlügen bir hadisini kirabitimiz. Anas ibn Malik'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qal, inna Allah azze ve celle vekkele bir rahime meleken. Yaqulu ya Rabbi nutfetun, ya Rabbi alaqatun, ya Rabbi mudgatun. Fe iza arada en yaqdiya halqahu, qala ezekerun em unsa, şakiyun em sa'id. Femer rizqu vel ecelu, feyuktebu fi betni ummih. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligi bayon qilingan. Peygamber İslam deydi ki Allah azze ve celle mushu onaning rahmiga bir firishtani muakkal qildi. O firishta onaning rahmiga mushundaq bir türelme meydan kelish jarayonida o firishta aytdi, ey Rabbim, o hazır, o mani halti, o bir nutbe mani, o hazır manidir, yazayım o. Endi onun ahvalini yazmıyor. Yine Allah azze ve celle şu ayol kişinin rahmiski bir malaikini vekil kıldı ki, muakkal kıldı ki, onun biz aldın kadesi dep etkendik, töttürülüp işini yazışka bir malaikini muakkal kıldı. O deydi ki, o mani halıtı çağda, Rabbim o teqi bir mani, o mani onu yazayım o deydi. Onundan keyin yine 40 gün ötkende, ey Rabbim o bir uyulgan halıtıda hazır yazayım o deydi. Onundan keyin yine 40 gün ötken çağda, ey Rabbim o hazır bir çaynam goş halıtıda men yazayım o.
onun tötürlük işini endi yazayım deydi. Allah subhanahu wa ta'ala yani o türelminin o insan balısını onun yaratılışını tamamlaşını irade kılgan çağda o firişte deydi ki ey Rabbim o oğul bulamdı ya ki kız mı? O sana asilik kılılgan kişi olamdı ya ki sana itaat kılgıç kişi olamdı. Rızkı kançılak budu, ecili kançak buludu dep şundak soraydı. Andın Allah subhanahu wa ta'ala tarafından malaikeye bildirilip onun anasının şu Adem'nin yukarıdaki şu bir asikar bende olup yaşaydıqanlığı ya ki onun bir ayeti Allah'a itaat etmen bende olup yaşaydıqanlığı oğul bulduğanlığı ya kız bulduğanlığı rızkının kançak bulduğanlığı kançak yaşaydıqanlığını ibaret bu işler anasının kuşkut çağda onunla yazılıdı. Allah subhanahu wa ta'ala yaratkan her kandak şeyi Allah subhanahu wa ta'ala özü irade kılığını bunca vücutga kelidi, meydanga kelidi. Allah'ın mülküde cari buluvatkan, yüz buluvatkan her kandak nerse Allah'ın kudreti bilen, Allah'ın ilmi bilen, Allah'ın ilmi azilide bikitteken Allah aşının üzününki urullaştırığını ölen buludu. Allah subhanahu wa ta'ala türelmenin yitiliş uğrunu bulgan rahmige bir firiştini muakkel kılıdı. Hadis degendek. Endi mani şu türelme mani mevcut bolganda bu şu baliyat qoğa yani ananın rahmige mani tükelgen çağda, mani düşken çağda bu firişte ey Rabbim o mani yazayım deydi. O firişte yani şu türelmeni ananın rahmini saklı muhafazat kılışqa onun tötürlük işini yazışqa muakkel kılıngan firişte bu. Endi o mani uyul kanğa aylangan çağda malaika deydi ki ey Rabbim o uyul kan hazır o uyul kan endi ben onu yazayım o deydi. O bir çaynem goşqa aylangan çağda ey Rabbim bu hazır muz halatida boldu. Yani insan ağızğı sası bir çişlem kagıçak bunda bir çaynem goşçak boldu degen deydi. Allah subhanahu wa ta'ala mana muşu insanın yaratılışını tamamlaşını irade kılganda malaika Allah subhanahu wa ta'ala'dan ey Rabbim o benden oğul bulamdı kız mı? Allah'a sana asilik kılgıcı bulamdı ya ki sana itaat kılgıcı bende bulamdı deydi. Andın muş ahvalları şunun bilen Allah subhanahu wa ta'ala'dan malaikeye bildiriliş arkalık bu ahvallar hemmesi anısının kusqudaki altıda insan bu yazılıdı. Mana bu ahval Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudretige, Allah subhanahu wa ta'ala'nın ilmi azaliga, Allah subhanahu wa ta'ala'nın barlık mahlukatlarının barlık işlerini takdir onu biktidiganlığa, urullaştırdiganlığa ne köstüp durdu. Her bir insan özü enin için yaratılgan narsaga muyassar kılındı. Eğer o zadi asli şaqi insanlardan yazılgan bolsa şunu muyassar kılındı. Mesela cennet ehlidan bulunduğun adam tedrici halatda insanı şu cennet gelip barıdığan emellerini emel hayatını devamlaştırdı. Davzaq ehlidan boğan davzaq ehlidan bulunduğun kişi o davzaq ehlini insanı davzaq gelip barıdığan emellerini kılışının hayatını devamlaştırdı. O Allah'ın halişi iradesi bilen davzaqqa barıdığan davzaqqa insanın kirişi sebep tutkan emellerini tallaydı yüze. Allah subhanahu wa ta'ala saadetmen cennet ehlidan bulunduğun, saadet ehlidan bulunduğun kişilerge yaxşılıkını tayyorlab berdi, yaxşılık sebeplerini onunla hazırlab berdi. Şaqi adamlarga davzaq ehlidan bulungan adamlarga mı yamanlıkni hazırlab berdi, yamanlık sebeplerini onunla tayyorlab berdi. Ama insan o yaxşılık sebeplerini özü tanlaydı, yamanlık sebeplerini özü tanlaydı. O insan herkes mi maşini adam emas o, onun da ihtiyarı erkinlik var.
Aşında buluşu çünkü Allah subhanahu wa ta'ala yaxşılıkның bu iş yaxşı deb iniq rüşen qıpırdı. Yamanlıqны mı nati rüşen qıpırdı. Hemmisi delil pak bilan amal qiladi. Birisi uning yaxşılık emasligini, o yaxşılık emasligini yine yamanlık ekanligini uqmay amal qiladigan ahvol bo'lmaydi. Bu birisi uning yaxshilik ekanligini uqmay amal qiladigan ahvol bo'lmaydi. Yaxshilik işlerini qilganlar uning cho'qim yaxshi ekanligini bilib turib, yamanlik amal ishlarni qilganlar u ishning cho'qim yamanligini bilib turib amal qiladi. O inson har biri o'zi qilg'isuvani tanlaydi bu yerda. Dovzax ahlining amalini tanlagan kishiga Alloh taolo ana o'sha dovzax ahlining amallarini uni muvaffaq qilib qo'ydi. Shuning bilan oxirida Alloh odamni dovzaxga kirgizdi. Cennet ahlinin amelini tanlagan kişini Allah subhanahu wa ta'ala cennet ahlinin amelige muvaffaq qiladi. Shuningla ahirda Allah subhanahu wa ta'ala bu adamni cennet kirgizdi. O adam yine Allah subhanahu wa ta'ala ezelda yani o dünyaya kelishdan burun o adamning cennet ahlidan bo'ladiganligini, cennet ahlinin amelini qilib yashaydiganligini ezelda bilibdi. Shuni uni cennet ahlidan deb yazgan. Shundaqla bir adam dovzax ahlinin amelini tanlagan adamni Allah subhanahu wa ta'ala shu dovzax ahlinin ameli bilan qolib qo'ydi. Qiyomat kuni uni dovzaxga kirgizdi. Allah subhanahu wa ta'ala o adamning hayotini dovzax ahlinin amelini qilish bilan o'tkazdiganligini odam bilibdi. Shunlashqa Allah subhanahu wa ta'ala ahli dovzaxga deb yozgan. Ama bu yazib qo'yganlik, bu yazilganligi, bunun ahli saadet ahlidan bo'lishi yoki ahli shaqovatdan bo'lishini yazilganlik bu hargizmi bir insonning ya'ni rizqining qanchalik butqanligini, qanchalik rizq yetganligini yazilganlik bu ishlarning yazilganligi masalan dunyoda rizq talab qilish uchun zaminda ishlashga buyurilishni, rizq talab qilish uchun alohida sa'i sabab qilish buyurishni shariat bunga buyurdi. Bunga zid kelmaydi bu. Ne salih amallarni qilish bilan jannatni talab qilishga buyurdi shariat, bunga zid kelmaydi. Shuni inson o'zining shu tirishchanligini eng yuqori chekda sarf qilishi, o bütün taat amallarida Allohga itoat qilishda intan yuqorilarda tirishchanlik qilish kerak. O taqdirimda yozilganini ko'rma deb amalni tark etsa qat'iy bo'lmaydi. Mening shaqovat daman dovzaxga kiritganligim yozilgan bo'lsam dovzax kirma, jannatga kirish yozilgan bo'lsam jannat kiritma deb amalni tark etish qat'iy to'g'ri bo'lmaydi. Uni biz deymiz taqdirga yo'llanuvchi deb qaraymiz. Bu endi bir musulmonninki to'g'ri e'tiqodli bo'lgan musulmonning qilgan ishi bo'lmaydi. Chunki amal qilishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Shuni taqdirimni ko'rman demasdan chuqur amal qilishi, solih amallarni qilishi, xato amallardan yiroq turishi lozim bo'ladi. Bu vaqtda yine biz Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamninki yeni bir hadisni ko'rib o'tamiz. An Abdullah ibn Mas'udun qalat Ummu Habiba اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان وبأخي معاوية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موتوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhudan rivayet qilinadi ki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mundaq dedi. Ummu Habiba radhiyallahu anha mundaq degan: "Ey Allah, menga yo'ldoshim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning
Dadam Abu Sufyanning, qarindishim Muaviyaning umrini uzun qilib bersin ey Alloh deb shunday duo qilgan. Uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sen Alloh subhanahu va taolodan bekitilib bo'lgan ajallardan, bekitilib bo'lgan ish faoliyatlardan, taqsim qilinib bo'lgan rizqlardan so'ding. Alloh subhanahu va taolo bu ishlardan biror narsani vaqt kelishdan burun uni oldiratmaydi va bu ishlardan bir narsani vaqt kelib bo'lgandan ham kechiktirmaydi. Agar sen Alloh subhanahu va taolodan seni dozaq azobidan salomat qilishni, qabr azobidan seni salomat qilishni so'g'an bo'lsang, albatta bu shuningdanmi bak yaxshiroq bo'tdi" degan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deydi-ki, "Ondan bir odam mundaq dedi: Ya Rasululloh, al-qirdatu val khanazir, yine hozirgi maymun va cho'chqalar ular aşı surati o'zgartirilgan insonlardan, surati mubaddal qilingan insonlarning naslidanmi bular?" deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dediki, Alloh azza va jalla bir qavmni halok qilib yoki bir qavmni azoblab uning uchun naslini davomlashguchi qilmadi. Bu maymun va cho'chqalar shuningdan ilgirmi batdi bular. Ya'ni u Bani İsrail'den ayda maymun ve çocuğu to'ng'izlarga o'zgartib o'tirgan kishilardan burunmi bular batdi deb shundoq dedi. Hadisga qaraydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayoli, yine Abu Sufyanning qizi Muaviya radhiyallohu anhuninki qiz qarindishi Ummu Habiba radhiyallohu anhaning mundaq bir duoni qilganligini Rasululloh anlagan. Bu duasının tafsilotiga kirishdan burun biz Ummu Habiba to'g'risida qisqacha to'xtalsak, Ummu Habiba bu asli Ubaydullah ibn Ja'sh degan bir kishininki ayoli edi. Bu Ubaydullah ibn Ja'sh bu Makkadan Habiston zimiriga hijrat qilib chiqqanlar bilan billa, ayoli bilan billa, shu Ummu Habiba bilan billa Habiston zimiriga hijrat qilib chiqqan muhojir edi. Demek Ummu Habiba muhacir idi, onun yoldaşı Ubaydullah'ın muhacir idi. O Ummu Habiba şu Habiston zimnida bir balı toqqan, yani bir balısı boğan, onun ismi Habiba idi. Şunu bu Ummu Habiba deb künniyat kılıngan. Ama onun yoldaşı Ubaydullah bu hicret zimnida bu Nasara bo'lib ketgan. İslam dinidan Nasara dinini yuqurib, Nasara bo'lib, Nasara peti şöyle o'lib ketgan. Habiston zaminda vafot etib ketgan. Ama Ummu Habiba radhiyallohu anha o İslam dinida mustahkam tug'an. Undan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Najashini, Habiston zaminining podshosi Najashini shu Ummu Habibaga elchilikka qo'ygan. Shuningdan Najashina elchiligi asosida Osman ibn Affan radhiyallohu anhuninki, ya'ni Osman ibn Affan radhiyallohu anhu mush Ummu Habibaninki jiyani. Ya'ni Ummu Habiba Osman ibn Affanning hammasi hisoblanadi. Osman ibn Affan radhiyallohu anhuninki igidorchilik qilish asosida Rasulullohga yaqtiq qilingan. Demak, endi men bu Ummu Habibaninki qisqina ahvolini bu yerda bayon qilishimdan bo'lgan maqsad, ya'ni mushu Ummu Habiba radhiyallohu anhaning yo'ldashimi muhojir, asli islomda bo'lib hijrat qilib o'tgan. Endi biz bugungi ahvolimizni qaraydigan bo'lsak, ya'ni bizmi ko'p sonliq insonlar degidek hammamiz o'zimizning dinni qo'g'dab qolish uchun, dinini saqlash uchun yoki başka bir maqsadlar bilan bo'lsin, ishqib o'zimizning dinini deb chet elga hijrat zaminlariga chiqdik. Ko'p sonliqlarimiz Turkiya zaminiga chiqdik. Demak, hijrat zaminlariga chiqqandan keyin yana bir-birimiz bu yerdan yine Yevropa boshqa davlatlarga yana hijrat ko'chyapmiz. Endi biz vatanimizdan o'zimizning dinini deb dinni saqlash uchun xuddi Ummu Habibaning yo'ldoshi Ubaydullah ashu hicret kılgandek bizni dinimizni saqlash uchun hicret qilib chiqib, endi bu yerda biz dinimizni saqlawatamdik,
yoki dinimizda mustahkam turmay boshqa dinga kirib ketayotgan ahvollar bo'layotamdi. Buni qaraydigan bo'lsak, ishqilib bizda o'zimizning dinda turishdan xavflar kelyapti. Shunga, ya'ni biz hijrat zamaniga chiqqan ekanmiz, muhojir bo'lgan ekanmiz. Bu muhojirlikning fazli bilan hijratning martabasi bak yuqori, buningga birlatgan savob intayin yuqori. Endi mushu dinimizda mustahkam turishimiz kerak. Mushu dindan ayrilib qilib boshqa bir dinga chiqqan yoki Yevropa boshqa davlatlarga ketganlarimizdanmi diqqat qilmaganda u yerda nasara yoki boshqa bir dinlarga kirib kelgan ahvollar yuz bermaydi olmaydi. Hem biz bu yer Turkiyada yashayotganlardan bunday ahvollar yuz bermaydi olmaydi. Shunga biz hijrat qilib chiqqan ekanmiz, o'zimizning mushu dinini deb maydonga mishaga vatanimizdan ayirib bu yerga chiqqan ekanmiz. Mushu dinimizda mustahkam turib yashashimizni men tavsiya qilaman va Alloh subhanahu va taoladan hammamizningki mushu dinda mustahkam turishga, mushu islomdan ayrilib qolmaslikqa, Allohning bizni bu islom dinini mustahkam qilishni Allohdan tilayman. Allah Teala hemmimizni İslam dininde müstehkem kılsın. Endi Ummu Habibe radıyallahu anhaninki şu kılgan duasına kulak saldıgan bolsak, Ummu Habibe radıyallahu anha dedi ki Allahümme metti'ni bi zavci Resulullah ve bi Abi Süfyan ve bi ahi Muaviye dedi. Ey Allah, bana Resulullah yolduşum Resulullah'ın, dadam Ebu Süfyan'ın, kardeşim Muaviye'nin ömrünü uzun kılıp versen dedi. Endi Ummu Habibe radıyallahu anhanın bu duanı qilishdan bo'lgan g'araz maqsadi bu uchaylarning ömrünün uzun bo'lishi, bular uzun yashash bilan Ummu Habibe bulardan lazzat elishi, bulardan bir lazzatidan bahramand bo'lish maqsad qilgan. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Habibe'ga nima deb inkas qaytirdi deganda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Habibe'ga dediki, sen Allah subhanahu wa ta'aladan kam ziyade bo'lmaydigan, bekitib bo'lgan ömrünün ziyade bo'lishini, kam ziyade bo'lmaydigan, bekitib bo'lgan ishlarning ziyade bo'lishini, Allah dargohida taqsim qilinib bo'lgan kam ziyade bo'lmaydigan rizqlarning ziyade bo'lishini Allohdan so'radim. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu narsalarning vaqti kelishdan burun, ajalning vaqti kelishdan burun bir odamni dunyodan olib ketmaydi. Ammo Allohning dargohida yashaydigan ajali bekitilgandan keyin uningdan shu bekitilgan ajalning vaqti to'shqanda uningdan hech narsani kechiktirmaydi. Ya'ni Allohning dargohida bir odamning yashaydigan kuni, soat, minutlari bekitilgan. Endi shu vaqt to'shashdan burun Alloh u insonni dunyodan olib ketmaydi. Sen har qancha duo qilsangmi, ya'ni uning vaqti kelib bo'lgandan keyin uni kechiktirib qolib qo'ymaydi. Sen Allah subhanahu wa ta'aladan mani so'gan bo'lsang deydi. Sen Allah subhanahu wa ta'aladan seni do'zax azobidan salomat qilishni, qabr azobidan salomat qilishni so'gan bo'lsang, mana bu duoying bu kam ziyodi bo'lib o'zgarmaydigan ishlarni duo qilganingdan yaxshi bo'tdi, afzal bo'tdi deb Ummu Habibe radıyallahu anhani Rasulullah en yaxshi bo'lgan afzal duoga yuzlantiryapti. Endi bizga shunday savollar keladi. Bu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam ajalning uzun bo'lishi, ömrning uzun bo'lishi haqida, ömrni uzun qilib bersang degan duodan Ummu Habibini boshqa bir duoni qilishga, bu duoni qilganingdan ma duoni qilsang deb oxirat azabdan Allah'ın selamet qilishni, qabr azobidan, do'zax azobidan selamet qilishga Alloh subhanahu va taolo Ummu Habibini alayda bu taraf yuzlantirdi. Onda da bu ömrünün uzun bo'lishi haqida duo qilishni Rasululloh to'sdimi? Yoki ömrünün uzun bo'lishi haqida duo qilish xatomi? degan savollar kallamizga kelishi mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu yerda Ummu Habibini ajalning uzun bo'lishi haqida duo qilishni to'smadi. Chunki ma'ni qilgan bo'lsang afzal bo'tdi dedi. Avla bo'tdi, en yaxshi bo'tdi dedi. Lekin uni qilsam bo'ladi. Lekin ömrning uzun bo'lishi haqida duo qilganingdan qabr azobidan salomat qilish haqida, oxiratda do'zax azobidan salomat qilish haqida duo qilgan, buningdan avla, buningdan afzal, buningdan yaxshiroq deb bu tarafga yana ko'rsatdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummu Habibini en avla bo'lgan, en afzal bo'lgan duoga buni yetakladi. Chunki oxiratda insonga manfaat keladigan narsani so'rash,
ve soğuğucudan soğuğan hemen ibadet bulup şekillendiğin narsini soraş. Çünkü ahir azap duanın özü dua muhul ibadet olup şekillendi. Şuna şu ahiretin menfaat bitkan narsini soraş. Dünyada mücerride menfaat bitkan narsini soğuğandın ebla. Hem de kabr azabidin, dozaq azabidin pana teleşürse, kabr azabidin, dozaq azabidin pana telep qilish insonga davomliq bu qabr azabini, dozaq azabini eslitidir. Shuning bilan bu mu'min bu qabr azabidin, dozaq azabidin qo'rqidi, undan ehtiyot qiladi, undan saqlanadi. Qanday saqlanadi? Ya'ni dozaq azobiga giribtar bo'lib qolgan u sababli dozaq azobiga giribtar olab qatgan ishlardan saqlanadi. O sababli qabr azobiga giribtar olab qatgan ishlardan saqlanadi. Demak, men buni qilsam qabr azobiga duchor olab qolaman, buni qilsam dozaq azobiga duchor olab qolmayman deb bu yerda qabr azobi va dozaq azobidan sebep bo'lgan ishlardan o'zini saqlaydi. Shuning bilan bu mu'min dunyo va oxiratning eng yaxshilik bilan muvaffaqiyat qozongan muttaqilardan qilinadi. Endi amaliyotda rizqining kengri qilinishi, ömrning uzun qilinishi haqida cheklimi yo'q. Lekin bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadis var, biz bunu kirib o'tsak, Payg'ambar alayhisalom deydi-ki, "Men sarrahu ayyubsata alayhi rizquhu aw yunsa'u fi asrihi falyasil rahimahu" deydi. Payg'ambar alayhisalom deydi-ki, qandaq bir odamga uning rizqining kengri qilinishi yaxshi u odamni xursand qilsa, yoki u odamga umrining uzun qilinishi u odamni xursand qilsa, o adam sil rahmi qilsin. Falyasil rahimahu. Yani urug' tuqqanchilik munosabatlarini ulusun deb shundoq deydi. Endi bu yerda bayon qilishlar andada bu hadisda umrining uzun bulunishni yaxshi ko'rgan odam sil rahmi ulusun dedi. Bayon qilishlar bu umr bekitilib bo'lgan ishni so'rab yurmasa deb Rasululloh onu so'radi. Demak, qarasak ikki hadis bir qolmoqqa shundoq bir nimadak birisi bizga ziddak ko'rinadi. Undoq emas. Bu yerda umrning uzun bo'lishi degan nima degan gap desa, umrning uzun bo'lishi, umrning barakatlik bo'lishi degan gap. Rizqining ko'p bo'lishi deganimiz rizqining barakatlik bo'lishi degan gap. Bu yerdagi ziyodalik, ko'p bo'lish, ortiq bo'lish degan gap barakat degan ma'no bilan tushuntiriladi. Ya'ni umrning uzun bo'lishi deganimiz u odam ta Allah'a itaat qilgan amallarga muvaffaq qilinish bilan vaqtlarini oxiratda unga manfaat beradigan ishlar bilan vaqtlarini o'tkazish bilan, ya'ni umrning barakatlik bo'lishi. Ham shundaqla bir qaraydigan bo'lsak, ba'zi odamlar 20 yilda qilib bo'lmagan ishni ba'zi insonlar 10 yilda qilib tugatib bo'ladi. Xuddi ba'zi odamlarning hayotida qanday bu ko'p ishlarni qilib bo'lgan deymiz, lekin uning umriga barakat bergan inson bo'lg'achqa, u boshqa insonlar necha 20 yilda qilib bo'lmagan ishni qisqagina umrda qilib ko'p ishlarni tamomlaydigan ishlar bor. Mana bu uning umriga barakat berilganlik. Bu yerda hargizmi onunki bir ömrünün gününün ziyade kılınışı ömrünün uzatılışını, ömrünün ziyade kılışını xalqan kişi sil rahmini urusun deganli ki, yani 20 yil yaşayotgan adam 25 yil yaşashni degan nuqtada emas, yani 20 yillik hayotida xuddi 30 yillik, 25 yillik ishni qila oladigan bunday ömrga barakat berilish degan nuqtada tushunsak nahayat yaxshi bo'ladi. Endi yine hadisimizin devamı kaydedilen bolsa, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu deydi ki, şu sorunga hazır bo'lgan kişilerden bir adam turup bundaq dedi: "Ya Resulallah, ey Allah'ın peygamberi, el-qirdat vel khanazir, maymun ve çoçkiler, tonguzlar yine hazır mevcut buluvatkan, hazır bar bo'lgan muşu maymunlar, hazır bar bo'lgan çoçkiler, ular Bani İsrail'den sürütü özgürtületilgen milletinin neslidin kelgenlermi bular. Yani muşu maymunun çoçkının nesli Bani İsrail'den sürütü mübeddel kılıngan aşı milletinin neslidin mi bular? Dep şundaq degan. Yani bu Bani İsrail'in içinde sürütü özgürtületilgen degeni, yani biz tarixi qaydadigan bolsak, Bani İsrail'den ötmüşte qadimda bir bilib odamlar surti mubaddal qilingan, surti o'zgartirilgan.
Yani sürütü maymun ve çocuklarga özgertilgan. Bu adamlar nima qilgan adamlar desa Allohning shariatiga hiyla ishlatgan adamlar bular. Bularga shariatda shanba kunlikda biliq tutmang degan bir cheklama bordi. Shanba kunlikda biliq tutish cheklangan adamlar. Bular bu shariatga hiyla ishlatib qanday qildi desa to'ni biliq tutgan to'ni juma kunlikda sab qo'yib yakshanba kunlikda biliqni to'ni yiqqan. Demek şeriatga hiyla ishlatgan. Demek shanba kuni tutmang debdi. Biz shanba tutmadik. Buni yakshanba tutdik deb manda nima qilgan. Ya'ni bu shariatga hiyla ishlatgan mushu odamlar maymun cho'chqiga nima qilib o'tilgan, o'zgartirgan odamlardi. Mushuning gapi. Payg'ambar alayhisalom deydi-ki, Alloh azza va jalla bir qavmni halok qilib yoki bir qavmni umumiy yuzda azoblab, u qavmning neslini davomlashtirishni qilmadi. Şunlaşqa bugün sizler kuruyatkan maymun, sizler kuruyatkan çocuqlar o Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail'in asilerden sürtünü özgertiyatkan kişilerin neslinden kelgen emas bular. Bunun neslinden kelmeklik. Çünkü çocuqa ve to'ng'izlar o çocuqa maymunlarning bularning cinsi Bani İsrail'den o asiler maymun çocuqqa özgertilish için ilgirimi batdi. Bunun boğallığı için şuna bu emas deb shundoq deb bergan. Endi darsimizda xulosalaydigan bo'lsak, bugungi darsimizda bir necha nuqtalarga alohida diqqatimizni berish lozim keladi. Biri taqdirga ishonish. Chunki taqdirga ishonish iymonning asosiy prinsiplaridan bir prinsip. Mayli o taqdir amallarga aloqador bo'lsin, mayli rizqlarga aloqador bo'lsin, mayli umr, ajalga aloqador bo'lsin, hammaga ishonish. Ikkinchisi, amalning surati bilan qo'llanmaslik kerak. Yani bir adamın emelinin hayatının evvel kısımlarda ya onda bir alayda bir yaxşı emellerden kılgan kalıp bu adam ehli cennet olur da bunda emelin sürtüge adlanıp gitmesi gerek. Çünkü emeller bil havatim. Yani emeller insanın hayatının ahırlaşkanlıkla itibarıqanıdır. Yani bir adamın emeli ömrünün ahırda kaysi emel bilen ahırlaşkanlığı ömrünün en mühim noktamışı buludur. Üçüncü birisi, yaxşı emeller bolsun, meyli yaman emeller bolsun, yaxşı ve yaman emeller hemisi bu bir alamet. Yaxşı emeller o insanın cennet ehlinden butqanlığına alameti bolsa, yaman emellerini kılıbatkan emeller şu yaman emel sadır boğan adamın davzaq ehlinden butqanlığının alameti. Ama yaxşı yaman emeller bu cennet, yaxşı emeller cennetini, yaman emeller davzaqını vacip kılgıcı bulmayı. Çünkü hayatı onun nima bilan ahirlashtiqanligi en mühim buludu. Yani bu derslerimizde bir noktani tushunishga bo'ldi ki insonga ishlarda salmoq bo'lishni o'rgatish chiqadi. Yani biz işlerimizde egir besiq bo'lishni, salmoq bo'lishni. Chunki nima ish qilsa Alloh subhanahu va taolo kun fayakun. Vücudga keldi degan hamon darhol vücudga ketdi. Endi insonni darsimizdan boshlab o'tdik. Insonni shundaq bir necha bosqichda yaratishi, eng oxirida onning qusuqida uzun turg'izganda 10 oy atrofida ashnaq turg'izib dunyoga keltirishi, uni dastlabda bir ma'ni holatda, undan keyin uyulqan holatda, undan keyin bir chaynam go'sh holatida, undan keyin uning ruhini puydab, shundaq tadrij holatda dunyoga keltirishi, ya'ni ishlarda oldirmaslik ekanligini bizga ta'lim beradi. 5-incisi ömür, yine ecellerimiz, rizq qatorliq ishlar bu sanda ziyade olmaydı ve sanda kam olmaydı. Adamın ömrü bu san cihatte mesela sil rahmi qilisharlik ömrü ziyade kılındı dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sil rahmi qilisharlik rizqları köpüydü dedi. Demek belki ecel rizqlar yani bular mı ecel sanda kam ziyade olmaydı. Takdirde bitilgen bunca buludu. Ama bu ecel rizqlar bu bereketli ziyade kam ziyade oldu. Yani bazı adamların ömrünün fakat bereketi olmaydı. Şunca uzun ömürde kılgan işini yığıp ekersak fakat bir tutanmağıdaki işi yok. Bazı adamların ömründe fevkalade bereket bulundu ki kısa ömürde nurgun işlerini kılgan çıkıdı. 6-ncısı işlerini en ebzelini kılış. Ebzelini kılış. Yani bir yerde iki iş var, birisi duruz, yani birisi onundur ebzel. Ortak en mühimlerini kılış, ebzellerini kılış. Çünkü Ümmü Habibe radıyallahu anh'a Resulullah bana bunu öğretti. 7-ncisi biz bugün kurvatkan çocuğa, biz bugün kurvatkan maymunlar bula Bani İsrail'in asilerinin Allah ulanı sürtün özgürlük etkenlerinin neslidin
kamiganligini, ularning naslidan emas ekanligini bu darsdan bilib olamiz. 8-si darsimizda yana bu Bani İsrailning asiylardan sürtü o'zgartirilgan odamlarning dunyoda qolmaganligi, ularning nasl qoldirilmaganligiga yine bu darsimizda bir dalil chiqadi. Va oxir da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.